Eng yaxshisi u yerga berish niyatingdan yo'q. U yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Mangama amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chiqib olibdi. Qaranglar. Avuq qum dövsünün üstüde bir köz yeni batıdı. Hey, bir əşərpini anladınlarmı? Biz ceset bölgelerinin arsida qopdik. Hataylı! Ulan beni köpke! Hataylı! 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 Tez bulunlar! Tekli makam özünün tilsimligi bilan büyüktür. Tekli makam, tekli makam. Ana şu tekli makamın bağrida yeşilligan ajoyib g'aroyibotlar nurg'undir. 3. bob tutqun qilish. Qumluqdagi qabrga, ya'ni Kiroranga boshlab berishni o'tinibdi. Kirmay nima amal bor deysan? Och o'lgandan bir tavakkul qilib kirib beqish kerakda. Dadam o'zi yolg'iz kirmoqchi bo'ldi. Men akam Ömer bilan maslahatlashib, bilib berib, ko'rib beqishni deyishib, dadamga o'tindim. Dastlab zinhor unamagan. Ammo biz yo'lda sening holingdan xabar ep mangmaymizmi deb ching turib, ularnimi qayil qildik. Shundoq qilib, to'p-to'g'ri 15 kun yo'l yuribdi emas. Oxiri dadam topgan heliq qabrga keldik. Ajnabi va uning sheriki yana bir tarjimon damdo ish qilib, uchimiz qo'shilib, u yerda 2 kun qabr qazibdimiz. 3. kuni atdigan ajnabiy tarjimoni kelib bizni uyg'otdi. Heliq ajnabiy-cho bir nimalarni bildirlayotdi. Tarjimon bizga o'rib berishcha, ajnabiy izdigan qabra Kiroranga tava emasmish. Qumliqqa, ya'ni ishkirlab kirib beqishni, dadamning yo'l boshlab mengishini aytdi. Ammo dadam unimidi, chunki dadamni ishkirlab kirib baqmaganda. Uning ustiga yemaklik va suvmi faqat qaytidiganga oralli yetadi. Shu vaqtda heliq ajnabiy bog'u yenidan 10 tal kumush tangini chiqarib dadamga tutqizdi. Dadam nim deyishini bilinmay turibla qoldi. Buncha jiqpulni ko'rib baqmagan aku-uka ikkaylan og'zimizni echibla qilishibdi emas. Dadam qanday qilamiz degandek aku-uka ishkimizga qardi. Akam qaytib ketishni, pulni deb jonni sappamaslikni dedi. Ammo men unimay turib oldim. Bir tavakkul qilib beqishni, quruq qo'l qaytsak, o'xshashli jabo tortadiganligimizni deb ching turib oldim. Dadammo bir qarorga kelanmay, qo'lidagi eliqi kumush tangalarga qarab turib ketdi. Tarjimon agar boshlab borsa, ish bitganda yana 10 tanga berdig'ini aytdi. Dadammo amalsiz ma'qul bo'lib peshini lang'ishdi. Shunday qilib, nas keraklarimizni yig'ishtirib, yana ishkirlab mengib ketdik. Ammo bu qitim dadam emas, heliq ajnabiy yo'l boshlab mangdi. U birdam kompasga, birdam aski bir varaqqa qarab 4 kun mangandan keyin yomon aski bir xarobelikka yetib keldik. U yerda chirib ketaydigan koni to'g'raqdan belak pulga yarg'idek hech narsa ko'rmadik. Ajnabiy va uning heliqi sheriki to'g'raqlarni metrlabmi ish qilib, qumga bir munch kichik bayroqlarni tikib, yana birdam heliqi aski varaqqa qarab tushdan qayrilganda heliqi ajnabiy bog'u biz bilan birga bo'lgan. Shu xo'shalligidan vaqirab ketdi. Biz nim bog'ini bilmay hayronlikda
nima qilishimizni bilolmay heliq tarjimondan so'rdik. Tarjimonning deyishicha, ular istayotgan Kiroran shahrini tepib demish. Uning deginiga zodili ishonmadim. Chunki Kiroranning hozirgi o'rni, koordinati materiallarda aniq deyilgan tursa, Kiroranga u yerdan emas, Lopnur charchalardan mangsa eng yaqin tursa. Acaba Mao qeri boshqa xarobini Kiroran davaldimi yoki xotirlarga xato putildimi? Shahar dedingizmi? Kiroranga qumliqning bu chetidan u chetiga berish uchun piyoda 2 oy mangsiz. Men o'zim kirib baxmagan bilan bu to'g'riliq materiallar to'liq-ku. Siz 15 kunda u yerga berib bo'ldik deysiz-ku. Acaba sen qumliqqa 2 kiribli maqola yozib nom chiqarayotgan shu kitob berish olimlarga shuncha ishonamsan? Uning savoli meni ikkilantirib qo'ydi. Amsa o'zimizning olimlar topolmagan shaharni nadiki bir ajnabiy necha davlat otlab kelib topdimi? Amsa siz uningga ishonibsiz-ku. Astag'firullah. Hey, gapcho, uning nalardan kelgani emas. Uning shaharni tepib, o'zimizning ko'ziga ko'z qo'yganligida. Hey, bu ishlarni sen nima deb so'zlab berayotganligimni bilamsan? Yo'q degan ma'noda beshimni chayqadim. Chunki sen ko'rgan mavqachilar baqu, o'zini olim, parappuros, yana heliqi bir nimalarni davogan bir necha so'latvoz nimalar kelib, hammasi ko'rdi. Ammo oltin ishkanligini bilinmay, og'ziga kelganini biljirlab ketib qilishdi. Ammo sen bir qarabla tonib olding. Shuncha yosh turib, bu narsalarni tonivog'iningga qarab, seni xeyli ish ko'rdimikin deb o'yladim. O'zimdan faxrlangandek bo'ldim. Maqtisi xush bo'lmaydigan kim bor? Shundaqdimi, jim turib uning so'zini tinglashga majburman. Seningcha Kiroran xarobelikka aylanib yo'q bo'ldi, shundaqmi? Uning qo'ygan savoldan ajablanib qoldim. Chunki Kiroranning yo'qolganini dunyo ahli hammasi biladigan tursa. Albatta shundaq. Buni hammasi biladi-ku. Yo'q. U shahar texba, nurg'un boylik bilan, haddi hisobsiz boylik bilan. Uning bu gapi meni texmi hayron qoldirdi. Nima nurg'un boylik? Bo'lsa-mu qumliq ko'milib yo'q bo'lganda? Asta, hey balam, nimanda qilasan? U shahar hali ham mukammal saqlanyotdi. Charchaqima. Agar mukammal bo'lgan bo'lsa, bu chaqqichi ming qatim deb bo'ladi. U shaharni-chi hech kim topolmaydi. Qara. U shundoq deginicha ko'rsatkich barmog'ida yerni ko'rsatdi. Yer ostidami? Hayajonda qandoq varqirayotganimni bilmay qoldim. Bu qeri hech oljimayotgandek qiladi. Ey, to'g'ri, yer ostida. U asta qilib so'zildi. Balkim boshqalarning anglab qilishidan ansirgan bo'lsa kerak. Jim, endi jim turib, gapimning oxirini angla. Biz-chi, heliqi bog'in, ya'ni 2 kun kecha kunduz navbatlashib ko'ladik. 3-kuni akam ko'layotganda guldirlagan ovoz bilan tang ko'layotgan yala o'ltirishib, akam qum bilan tangla pastga g'ulab ketdi. Bakli qo'rqib ketibdi emas. Qarasoq, yo'g'on bir o'nkir paydo bo'lib qopti. Biz ko'layotib, o'nkir ig'izini tirab turgan toshni pastga tushirib yetibdimiz emasmi? Shuning bilan o'nkirning ig'izi echilgan gap. Bizmi kayni-kaynidan pastga tushdik. O'nkirning ichi qop-qorong'u. Heliqi ajnabiycha sherigi bilan qo'l chiroqlarni yondirib yurishdi. Biz ularning kaynidan mangdiq. Atrof shunchalik qorong'u. Qo'l chiroqmi shu necha metrli atrofni yo'rtib turg'achqa, atrofimizda nima bor, nima yo'q, hech nimani uqmadik. Bir-birimizning qo'lini tutib, so'rlib mangdiq. Bir chaqda mengishdan to'xtadi va qo'l chirg'ini yonga qaratdi. Necha metr nerida tosh tam turadi.
Biz tamni bo'ylab asta meng'atatdiq. Bir chaqda ajnabiy bir nimalarni dedi va oldi tarafga tezli yurib ketdi. Qarasam, tamda to'rlashib ketgan bir mash'al turadi. Biz mash'alni elib tutashtirgandan keyin atrof ozroq yo'rdi. Qarasak, necha metrda birdan mash'al. Hammaylan birdan mash'alni tutashtirdik. Shuning bilan atrofni ozroq yo'rug'liq qopladi. Biz atrofni kuzatgach asta mangdiq. Tamda har xil g'alati rasmlar, ba'zilari odamning, ba'zilari har xil hayvonning rasmlari bor edi. Yana 10 necha metr mang'andan keyin bir bo'shliqqa chiqib qoldik. Mash'alning yo'riqi chetiga borolmagan o'xshaydi, bu yerlar qorong'u. Shuning bilan heliqi ajnabiy sherikiga bir nimalarni dedi. Sherikimi ma'qul degandek peshni ling'ishtib, somkisidan yo'g'on kaltakdan ilib, kuchiga o't tutashtirib edi. Yo Alloh, bir kuchli nur chiqib, atrofni qoplab ketdi. Heliqi narsadan quyuq is chiqildirdi. Biz ota bola bundaq narsani ko'rib boqmag'achqa, kaynimizga necha qadam dojib qo'rqib ketdik. Tuyuqsizlar, dadamning qaro degan gapi bilan atrofga qarab, og'zimni ichib qopdiman. Shundoq cho'ng bir o'rda, xuddi podshohlarning o'rdasideklar. Ichchi liqqida oltin javohirat, haykal, tangilar qochilangan sanduq bilan to'lib ketibdi. Ey Yuhannas, bu jahonda undaq ko'p boyliqni ko'rib boqmabdi ekanman. Bir chaqda ajnabiy bizga qarab bir nimalarni deb ketdi. Tarjimon darhol u sizlarni tomning ustidagi mash'allarni yondirib olsin deydi dedi. Qarasak, tomda har 5 metrdami ish qilib, birdan mash'al bor ekan. Ikkimiz yugurib degandek, ikki tomdagi hamma mash'alni yondirib o'tdik. O'rdining ichi kunduzdek yo'rib ketdi. Pahoy, hey balam, u yerdagi boyliqni ko'rib, aqli hoshimni yo'qotayli deb qopdiman. Heliqi ajnabiymi xo'shlig'ida sherigi bilan quchoqlashib, vaqirishib ketishdi. Hey, buncha boyliqni ko'rsa, kim xo'sh bo'lmaydi deysan? Ondan ularcho ko'zaynigini taqab, yo'g'on aynaklar bilan yondagi oltin haykalga yaqin akilib, sinchilab qarash qila boshlashdi. Menmo ko'rib yiqish maqsadida sanduqdagi tillog'i qo'limni shundoqli uzatishimga bir qo'l qopli qilib tutib cho'chtivatdi. Qo'rqqanimdan vaqirvatkili tosliq qoldim. O o'lgur, qo'limni tutuvog'ini heliqi ajnabiy ekan emasmi? O chiroyini turgunicha bir nimalarni deb ketdi. Men xiyolimda bu ajnabiy boyliqning hammasini o'zining qilib olmoqchi o'xshaydi deb onunga sert bir olaydim. Ammo o'ylag'anim xato ekan. Tarjimonning bizga o'rib berishcha, bu ya'ni aniq ko'zib bexatar ishkaligini jazmlashtirib bo'lgandan keyin ondan tutishimizni, bu yerda qiltoq yoki bir ajadu afsundamdo ish qilib, shundoq bir narsalarning bo'lish ehtimolligi borligini aytdi. Biz bir-birimizga qo'rnish ichida qarab, hech nimaga chiqilmay ularning kaynidan mangdiq. Bir chog'da ajnabiyning sherigi bir nimalarni deb oldiga yugurdi. Ajnabiy va bizmi uning kaynidan yuguribdimiz. Taxminan 50 metr mang'andan keyin o'rdining oldi tarafidagi pashtoq ustiga shundoq hasham bilan yasalgan 7 jasad sandig'ini ko'rdik. Uning ichida cherib ketgan jasadlar bor ekan. Bizni hammadan hayron qoldirgani bu jasadlar bo'lmasdan, uning oyoq tarafiga qo'yilgan oltin qochida shundoq chiroyli gullar po'raklab ichilib ketibdi. Ko'rdingmi? Ana, sen ko'rgan qoch shu. Boboy shundoq deb boya tutgan qochini ko'rsatdi. Men u qochiga yana bir qarab qo'yib, uningga dedim. Rollada Bayan ham Ali rolida Shuhrat Abdurahmon, Matiyan rolida Rahmatulloh Hizbulloh, Sirliq Bovoy rolida Yaqubjon Yoz, boshqa rollarda Musajon